Hikoya Adam Aydis 4-qism. İmtihan berib bo'lib, ta'til qildik. Endi kunda Adamga hamroh bo'lalaydigan bo'ldi. Adamning kesili haqiqatan og'irlashdi. Uy ichi sesigan go'shtdek puraydigan bo'lib qoldi. Kunduzg'u ishini echitdiman. Kechsi baq qiynaldim. Derazni echitay desam, ko'cha tarafga qaraydi. Ishini echitay desam, yav mushuklarning kirib kelishidan qo'rqib, ishini etib yotdim. Maskaga attarni chechib, burnimga taqib elib, uyquga ketdim. Adam qaqaqlab kulib, men qo'rqinchli kinolarda ko'rgan alvastidek uyning ichida uchib o'tdi. Uyga bir xil ko'k tuman to'ldi. Uyga tortilgan pardalarmi chul-chul yirtilib, Adam bilan tang ushmoqda. Ukam, menga qarag'ina, dedi Adam. Shunda qarag'inimni bilaman. Adamning yuzi xuddi mag'midak eqishga boshladi. Chechi, qo'lig'i, ko'zlarimi eqib, Adamning iskelet beshi ko'rinib qoldi. Yuragim og'zimga kaplashib, tinolmayla qoldim. Para badini eqib, qo'li, ko'krigi, so'ngiga futi ko'rildi. Qara singlim, men onamning qishig'i mangdim. Bu mehnat tinim, bu yerda qolsin, deb iskeletga aylangan Adam men qechishni o'gitib qo'ygan derazadan uchib chiqib ketdi. Men yig'ilganimcha, Ada, sen ketsang men qanday qilaman? Ada! deb chaqirib, uyg'onib ketdim. Qarasam Adam uxlab yotibdi. Butun badanim chiliq-chiliq targa cho'kibdi. Meni qor besib qapti. Anim bo'lsa Adam qishimda borgan. Deb soatga qarasam, atdigan soat 5 bo'ldi. Onamning sahar ko'ygan tush o'ng'i mang'du degan gapini o'ylab, bugun biror ish bo'lmasa deb qo'rqinimdan tugilib o'ltirib qoldim. O'rnimdan turib, Adam qo'pqicha azroq noshlik tayyorlaydi. Tomoq tutish qildim. Adam uyg'onganda uning qo'l yuzlarini lungi bilan suritib, tomoq yegizishga boshladim. Tomoq yegizsam, biri qara degandeklik qilib qoldi. Qarasam, Adamning so'l qo'lig'i midirladi. Andin asta-asta iqishga boshladi. Chaqqonlik bilan qo'shiqni chiniga sep qo'yib, quloqni tutib oldim. Adamga to'ydirmayla. Ada, qo'shiqim og'rib ketdi. Taloq chiqib kerak. deb sirtqa chiqib, attirgulning qishig'i o'rak ko'lab, Adamning qo'lig'ini ko'mib etdim.
kunlar insonning beshiga kelmasin. Nima degan tas kunlar bu? Mush tariqida bu atirgulning yeniga adamning badani yaklab eqib ketgan necha a'zoyini ko'mib qo'ydi. Adam tamoqdan qog'ili 3 kun bo'ldi. Ingrab yotdi. Men ya og'riqini tatishib beramadim. Burun men go'zalligiga hasad qiladigan adam boshqa bir maxluqqa aylanib qoldi. Til bilan tasvirlab bermayman. Adam qiyrinishim bo'g'ashqala. Oningdan qo'rqmay, uning bilan birga yashayapman. Otamni necha qatim ko'rib chiqay degan. Adam o'lib ketgan taqdirdimi? Go'zal simasi otamning yuragida qolsin deb adamni ko'ngil qo'ymadim. Bugun havo shundoq salqin. Simsim yomg'ir yog'ayotdi. Adam menga qarab, suv dedi. Men suvni elib og'ziga temitdim. Bir temim o'tdi. Ikkinchi temim jog'idan eqib ketdi. Adamning beshi o'ng tarafga qiyshib jimib qoldi. Men yilqi aydis pidoylarga telefon qildim. Ularmi hayal o'tmay kelib adamni tekshirib jon uzibdi dedi. Bu gapni anglab qaytib qoldim. Aydis pidoylarning yordamida adamni yo'yib kepallab anamning qishig'i ko'mib qo'ydik. Adammi ko'gisi yo'q ko'zlardan so'z oygan dillardan chiqib yaxshilarning go'zal qalbidan o'rin elib yomonlarning vahima qoplagan ko'nglidan uchib ketdi. Adamsiz o'tgan minut sekundlarning qonini siqib qo'ysammi, yuragimdagi hasrat faqatla chiqib ketay demaydi. Hujram adamsiz yo'g'inab meni yalmab yutuydidigandek qiladi. To'ttamdan ho'lig'an bo'ron butun badanimni muzlatib meni holsirtib qo'ydi. Tikandek yolg'iz o'zimni adam yotgan joyga tashlab ovozimning baricha yig'lab uxlab qoldim. Ko'zimni ochsam fidoyi hadash menga qarab kulib turib, "Ukam, sizni tekshirib boqaylik. Diqqat qilmasak bo'lmaydi." deb cho'ng tumurimdan qon oldi. Yana birar qur tekshirishlarni qilib bo'lib, "Adangizning o'rin ko'pa, kiyim-kechaklarni ko'ydirib eting" deb qo'yib uydan chiqib ketdi. Men qaytadan uyni chiroyli bezab, adamga munosabatli hamma narsani ko'ydirib etdim. Chunki endi onamni yuragimga ko'mib qo'ygandek, adamni ko'mib qo'yishim kerak. Hozir mening o'zimdan boshqa o'zimga tasalli beradigan hech qanday odamim yo'q. G'ayrat qil o'zim. Bu kunlarni o'tib ketadi deyishim kerak. Bir necha kundan keyin yilqi aydis pidoyisi hadash kelib, "Siz yo'qomlanmabsiz. Men baxush bo'ldim.
Siz aqlliq, qaysar qizgansiz. Men sizga qoyil bo'ldim. Deb bag'riga besib, suyib qo'ydi. Bu gapni anglagan otam: "Qizim, endi biz bilan birga yashag'in. Yenimizga qaytib chiqqin qizim", dedi. Men gapni qilmay hujramga kirib ketdim. Ta'tilmi to'shdi. Qo'shni nahiyadagi to'liq o'tirdi o'qimoqchi bo'lib. Yuk taqinlarimni yig'ishtirib olsam, otam kirib: "Men opirib, o'rinlashtirib qo'yay qizim", deb o'zi billa opirib, o'rinlashtirib qo'ydi. Shunchalik tirishib o'qib, sinf bo'yicha birinchi bo'ldim. Ta'tildimi uyga qaytmay, oshxonalarda ishladim. 3 yil ko'zni yumgandek o'tib ketdi. Eng yuqori nomer bilan ish kirdiki, tibbiy dashosiga qabul qilindim. Bu yerdimi bek yaxshi o'qig'ashqa maktabdan epqanmoqchi bo'ldi. Men rahmat aytib, mening o'qituvchi bo'lg'im yo'q. Doktorxonada ishlagim bor, dedim. Maktab rahbarligi surishtirib, eng yaxshi doktorxonaga o'rlashtirib qo'ydi. Men bu yerda ishlayotgani 5 yil bo'ldi. Adamga o'xshash AIDS bemorlarini ko'rsam, qo'limdan kelishicha yordam qilyapman. Bir qatim yurtimga bordim. Boshda onam bilan hadamning tuproq beshiga berib, ularni yo'qladim. Otamga telefon qilib, otam bilan bir vaqt tomoq yegash, qong'uchi mungdishib oldim. Ham akagan sovg'atlarimni berib, otamni xushal qildim. Uyimizga, ya'ni darizasiz ko'chaga qaraydigan uyimizga borg'im kelmadi. Chunki men hadamning qotili. Derizdan chiqqin deb aql ko'rsatmagan bo'lsam, hadammo AIDS kasliga kiribdor bo'lmaydi. Jinim hada, meni kechirasanmi? Men sening qotilim. Xotima. Suyimlik o'qirmanlarimiz. Men adam bo'lishni bekmo arzu qilaman. Afsus, mening onam tug'ib bergan hadam yo'q. Shunga yozgan asarlarimni men bilan bog'lolmasliginglarni umid qilaman. Asarni o'qish, anglash bilan bo'ldi qilmay, nima uchun bu asar yozildi deb tafakkur qilishinglarni. Ham AIDS to'g'riliq yozsa, AIDS. Muhabbat to'g'riliq yozsa, savdo. Aroq to'g'riliq yozsa, Zaboy o'xshaydi deydigan xato ideyalarni tanmasliginglarni chin yuragimdan umid qilaman. Abdur aqidamdan. Hurmatli o'qirman do'stlar. Yosh yetilayotgan yozuvchimiz Aqidamning Adam AIDS nomli hikoyasi bugun mushu yerda to'liq oyoqlashdi. Men mushu munosabat bilan Aqidamga, shundaqla bizni izchil qo'llab kelayotgan ixlosmand anglovchilarimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman.